Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Yoki boshqa bir oyati karimada esa biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'larmi deb marhamat qildi. Ya'ni albatta biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lmaydi. Biladiganlarning darajotlari baland, biladiganlarning mavqei baland. Bu degani ilm sohibi deganda faqatgina diniy ilmni emas, balki kerakli hamma ilmni egallashligimiz hammamiz uchun lozimdir. Ya'ni ilm dunyoviy va diniy ilmga ajratilmaydi, balki manfaatli va manfaatsiz ilmga ajratilishligi mumkin. Ya'ni foydali va foydasiz. Foydali ilmni olishligimiz lozim. Bugun jamiyatimizga qaysi ilm kerak? Demak, o'sha ilmni olishlik bizning vazifamiz. Agar jamiyatimizda bir ilm sohibi bir ilmga muhtoj bo'lib tursa-ku, o'sha ilmga egasi topilmaydigan bo'lsa, butun jamiyatdagi insonlar gunohkor bo'lib qoladi. Sababi u farzi ayinga aylanib qoldi. Uni farzi kifoya bo'lishligi uchun o'sha jamiyatdan o'sha kasbkorning egasi topilishligi kerak. Ko'p va xo'p aytamizki, azizlar, biz ilm deganda faqat erkaklar o'qishligi kerak, ayollar ilmdan mosuvo bo'lishlik kerak emas, balki biz farzandlarimizni ilmga targ'ib qiladigan paytida o'g'limizdir, qizimizdir, ularni doimo ilmga rag'bat qilib, hattoki qizlarimizni, ahli ayollarimizni ham ilmga targ'ib qilib ularni o'qitishligimiz kerak. Biz aytamiz, doimo o'zimiz xohlaymizki, ahli ayolimiz bemor bo'lib qolsa yoki qizimiz yoki kelinimiz bemor bo'lib qolsa, shifokorga borganda ayol mutaxassis bo'lsa, o'sha ayol mutaxassis yo'qmi deb so'raymiz. To'g'ri, so'rashligimiz kerak. Lekin so'rashligimizdan avval o'zimizga savol berishligimiz kerak. O'sha shifoxonada ayol mutaxassis topilmay qolsa, nima uchun yo'q? Faqat erkaklarmi deb gohida iddaolar qilamiz. Bu iddaolarimiz noto'g'ri azizlar. Chunki o'sha paytida o'zimizga o'zimiz savol berishligimiz kerakki, men nima qildim? Men qaysi qizimni yo kelinimni yoki ahli ayolimni qaysi hunarga, qaysi kasbga yo'naltirdim deb savol bersak, o'sha paytida javob topiladi. O'sha uchun azizlar, qizlarimiznidir, ahllarimiznidir, ularni o'qitadigan bo'lsak, inshaalloh yuqorida aytilgan oyatga muvofiq ularning darajotlari Alloh nazdida baland bo'ladi.